Dasturimiz davom etadi. 2026 yil yurtimiz xalqaro kimyo va informatika olimpiadalariga mezbonlik qiladi. Nufuzli bellashuvlar oldidan iqtidorli o'quvchilarni saralash va tayyorlash ishlari boshlangan. Tafsilotlar hozirgi lavhada. 2026 yilda ilk bor xalqaro kimyo va informatika olimpiadalari O'zbekiston mezbonligida o'tkaziladi. Shubhasiz bunday nufuzli tadbir oldidan puxta tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirda respublikaning turli hududlaridan saralangan 100 nafar iqtidorli maktab o'quvchilari poytaxtimizda to'planib, tajribali va malakali trenerlar tomonidan chuqurlashtirilgan o'quv mashg'ulotlaridan o'tmoqda. Dastur yakunida eng yuqori natija ko'rsatgan 4 nafar yosh iste'dod egasi xalqaro olimpiadalarda O'zbekiston sharafini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. 2026 yilda O'zbekistonda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan 38 xalqaro informatika olimpiadasiga saralangan 100 nafar o'quvchi uchun kuchaytirilgan o'quv mashg'ulotlari bo'lib o'tmoqda. Ushbu o'quv mashg'ulotlariga aynan xalqaro olimpiadaga saralashning birinchi bosqichida yuqori natijani ko'rsatgan 100 nafar o'quvchi qatnashmoqda. Xalqaro olimpiadalar masalalariga yondashuv, xalqaro olimpiada masalalari ustida ishlash va olimpiada psixologiyasi haqida darslar amalga oshirilmoqda. Ushbu darslarga nafaqat mahalliy, balki xorijiy mutaxassislar, xorijiy ekspertlar ham jalb qilinib, ular bilan bugungi kunda dars mashg'ulotlari amalga oshirilmoqda. Andijon viloyat Marhamat tuman ixtisoslashgan maktabining 10-B sinf o'quvchisiman. Hozir YOI saralashda 10 kunlik dars mashg'ulotlarida qatnashib kelyapman. Bu saralashga boshida tuman bosqichi bo'ldi. Tuman bosqichidan birinchi o'rinda olib o'tdim. Viloyat bosqichida ham top 5 talikka natija ko'rsatganim uchun xalqaro saralash birinchi bosqichiga yo'llanma qo'lga kiritdim. Va unda respublika bo'yicha 38-o'rinda bu yoqqa o'tdim. Hozir dars mashg'ulotlari yaxshi ketyapti. Bizning guruhga 2 ta o'qituvchi bor. Ikkalasi ham bilimi kuchli, zo'r ustozlar. Qo'ldan kelgancha bizga yangi narsalar o'rgatishyapti. Eslatib o'tamiz, joriy yilda o'tkazilgan xalqaro informatika olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasi tarixda ilk bor kumush medalni qo'lga kiritgan. Shuningdek, yana bir bronza medalga sazovor bo'lgan edi. Kelasi yili yurtimizda bo'lib o'tadigan olimpiadalarda o'g'il-qizlarimiz ushbu natijalarni yangilash, yanada yuqori marralarni zabt etish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda.